Siz ekan, nimalarda o'ylayapsiz aka? Nimaga qolmisiz? Yo'q, men qolishmasman uka. Men qiynalib ketyapman, to'g'risini aytaman. Mana shoferlarga aytib qo'yay. Короче, mana Toshkentdan vodiyga qatnaydigan shofer akalar, men o'zim ham qatnayman Starex'da. Aytmoqchi bo'lgan gapim, akalar, mana radar minib tushsam, radar ursa, g'ashim kelyapti, to'lash kerak, tushmaslikka harakat qilyapman. Sizlar ham shu. Bilaman, tirikchilik hammaga. Qayerdadir 70, qayerdadir 80 yo 100 qo'ygan baribir. Baland kelyapsiz, to'g'rimi? Antiradaringiz aytdi 70 dedi, 70 ga tushing bo'ldi-da aka. Kecha ketyapman betonkada 100 ekan o'zi tezlikka. 100 ekan. 100 deyapti meni antiradar. 110 kelyapti, meniki 110 dan o'tib ketdi moshinam. Ha. Oldinda mashina 50 ga tushib olsa-da, jon uka. Nima qilmaylar, jon akalar, iltimos, ashunga e'tiborli bo'laylik. Hammamiz yo'lda yuribmiz, hech kimga qarazligimiz yo'q. Faqat shunga jiddiy e'tiborli bo'laylik. Bu stop liniya emas u. To'xtamay o'tsizga ayt o'smaydi-yu, jon akalar. 50 mi? 50 deb 70 mi? 70 ga tushing, bo'ldi. 50 to'xtab olmanglar, jon akalar, iltimos sizlardan. Xatirim hidi chiqdimi? Chiqdi. So'rab ko'ramiz obunachilar.